Vaqt mashinasi 15-qism Amerika Qo'shma Shtatlari 1934-yil yanvar. Isroil hali davlat bo'lib tuzilmay, sohibjamol agentlar yordamida olimlarni laqqa tushirish sir josuslik xizmati tarafidan samarali qo'llanilardi. Aziz o'quvchimning Princeton shahridagi kelajak tadqiqotlari institutiga Sovet haykaltaroshi Kaninkov bilan birga kelgan Margarita hali esidan chiqmagan chiqar. O'sha yashil ko'z sohibjamol Margarita Sovet agenti edi. Laqabi Margo. Unga topshirilgan vazifa Eynshteynni o'ziga oshiq qilish edi. Bu vazifa uddalandi. Eynshteyn ko'zi ko'r, qulog'i kar bo'lib haykaltaroshning xotiniga chippa yopishdi qoldi. Eynshteyn bilan Margarita asosan nemis, ba'zan ingliz tilida gaplashishardi. Sen ruscha gapir, tushunmasam ham rus tili ohangi shahvatimni uyg'otadi derdi Eynshteyn. Margarita sumkasidan Tolstoyning Anna Kareninasini olib, o'lim sahnasi yozilgan qismini o'qidi. Anna cho'kindi va o'zini Toshkentga ketayotgan poyezd tagiga tashladi. Anna o'lishni istamasdi, ammo ulkan cho'yan g'ildiraklar shafqatsiz edi. Tangrim, meni kechir parchasi uchun. Shundan keyin Annaning joni uzildi. Toshkent degan so'zni tushundim. Pabloning uyida bir toshkentlik raqqosani ko'rgandim. Odatda bunday tafsilotlarni yodimdan chiqaraman, ammo o'sha kuni xotinim yozgan formulani aniq qog'ozga tushira oldim. Qog'oz o'rniga stolda turgan oq ro'molchaga yozgandim, qo'rg'oshin qalam bilan. Keyin ro'molcha o'sha yerda qoldi. Formulani esa juda aniq eslab qola olmagandim. Margarita Eynshteynni quchoqlab labiga lab bosdi. Sevgi ilmining ustozi edi agent Margo. Toshkent 1984-yil Aviasozlar shahridagi Irinaning uyi. Eshik taqillashi zahoti Irina qo'lidagi bir pachka 10 so'mlikni berkitishga shoshildi. O'g'il kiyik esa xotirjamlik bilan pulni qizil fil rasmi tushirilgan charm sumkaga solib, zamogini jiz ettirib yopdi. Och eshikni dedi keyin. Eshik ortida Jek slesari Gavrila Mitrofanov turardi. Istish quvurlari remont qilinar ekan. Shunga vannadan o'tgan stoyakni kontrol qilishga kelibdi. Gavrila 5 minutcha vannada kalovlangach chiqib ketayotib, go'zallar, sizga ichishga 50 gram gorilka topilmaydimi deb mo'ltirladi. O'g'il kiyik unga 2 sariq so'mni berib, bizning salomatligimizga ich. Shahzodalar oq otda kelajakdan kelib, sening sassiq kuylagingni hidlashdan qutqarsin biz go'zallarni dedi. Gavrila pulni olib peshonasiga surtdi. Tishsiz og'zini ochib iljaydi. Keyin soldatchasiga etik poshnalarini urib taqillatib, ta'zim qilib chiqib ketdi. Amerika Qo'shma Shtatlari Filadelfiya, 28 oktyabr 1943-yil. Pentagon maxfiy tadqiqotlar markazi. Zaxil yuzli Pentagon generali qo'li bilan ishorat qilib Nikola Teslaga so'z berdi. Tesla o'rnidan turib, devorga osilgan qora taxti oldiga bordi. Qo'liga bo'r olib, raqam va lotin harflaridan iborat formulani yozdi. General izoh kutardi. Olim slavyancha aksent bilan so'zlashni boshlarkan, qo'li bilan Eynshteynga ishora qildi. Bu janobning sobiq xotini yozgan yarim varaq bitik G'arb va Amerika Qo'shma Shtatlarida o'zini fizik deb atab yurgan soxta sumbat erkaklarning kalovlanib, turtinib topolmagan jumbog'iga o'ta aniq ilmiy javobdir. Buning uchun Marich xonimga 4 ta Nobel bersa arziydi. Tesla yana Eynshteynga qarab istehzo bilan davom etdi. Sizdan oliyjanoblikni o'rgansak bo'ladi, janob. Nobeldan tushgan mukofotingizning oxirgi tiyinigacha sobiq xotiningiz, mening sharafli millatdoshim Marich xonimga berdingiz. Bu e'tirofingiz shoyon tahsinga loyiq. Pentagon generali choy qoshiqni stakanga urib chingillatgach so'radi. Xo'sh, 160 kishi o'limiga nima sabab?
Nega kema bir daqiqada 300 mil uzoqda paydo bo'ldi? Nega tirik qolgan 25 matros bir ovozdan narigi dunyoni ko'rib keldik deb alahsirayapti? Eng muhim savol, osmon bilan kemani tutashtirgan yashil tutun nima edi? Radio to'lqinmi yo elektromagnit to'lqini? Tesla generalga qora taxtaga oq bo'r bilan yozilgan formulani ko'rsatdi. Deyarli barcha savolning javobi shu yerda. Deyarli deganimning sababi, bu formulani tugallash uchun yana bitta formula yetishmayapti. Agar shu formulani ham topsak, insoniyat vaqt devorini sindirib, kelajak va o'tmish orasida bordi-keldi qilishi mumkin. Xuddi transatlantik kemalari Portugaliya va Amerika orasida qatnagani kabi. Shu paytgacha miq ketmay doskaga tikilib o'tirgan Einstein moshday ko'zlarini yana ham kattaroq ochib o'rnidan qalqdi. Yetishmayotgan formula tenglamasini men 1925-yil Parijda mashhur rassom Pikassoning uyida Esirdan kelgan raqqosaning ro'molchasiga yozganman. Ammo ro'molcha raqqosa bilan birga Esirga ketib qoldi. Formulani qayta eslay olmayapman. Siz yozuvchi va rassom Shuhrat Bobojonning Vaqt mashinasi audio kitobi 15-qismini tingladingiz. Davomi bor.